Men sizga hozir xalq orasida ko'p tarqalgan miflar haqida aytib o'taman. Qanday miflar? O't toshini eritvordim. Ursasan ichib eritvordim. Men giyohlar bilan eritvordim. Qanaqangidir sanatoriyga bordimda meni o'timni yuvdi, undan keyin toshlari chiqib ketdi degan miflar haqida aytib o'taman. Nega bular haqida aytib o'tmoqchiman? Men o'zimda ham bo'lgan, ko'pchilik kelgan, mana giyohni chuvdim, o't qopimda tosh bor edi, o'sha yerga tushib ketdi. Yaxshi bo'lib ketdim. Yana biri kelgan sanatoriyada meni o't qopimni yuvdi, undan keyin yaxshi bo'ldim. O't qopimdagi tosh tushib ketdi degan gaplarni ko'p eshitganman. Aslida bu yolg'on. Siz bu yolg'onlarga ishonib qolmang. Nega buni aytmoqchiman? O't qopidagi tosh bu kristal. O't qopidagi tosh u kristalni kerak bo'lsa o'sha oshqozon kislotasi ham erita olmaydi. U qanaqadir buni giyoh yoki qandaydir o'sha yuvish sanatoriyada qandaydir suvlar bilan yuvish uni eritib yuborishi mumkin. Tosh qanaqa eritadi? Yana bir mif bor. Men o'sha ursasan ichib yurdim. O'sha o't qopimdagi tosh erib bo'lib ketdi, yaxshi bo'lib ketdi. Ursasan tarkibida urso-dezoksixoliyoya kislota bor. U 5 mm gacha bo'lgan toshlarni eritadi. Unda ham qachonki siz 2 yil davomida tinimsiz to'xtamasdan, bir kun ham qoldirmasdan shu dorini ichib yursangiz, siz 2 yil davomida bu doriga qancha pul sarflaysiz? Bir kun, 2 kun ichmay qolsangiz, yana boshqatdan yana 2 yil ana shunaqa turib tinimsiz dori ichishingiz kerak. Unda ham 5 mm kichkina toshlarni eritishga kuchi yetadi. 2 yil davomida tasavvur qiling. Shuning uchun sizga maslahat beraman. Hech qanday giyohlar, hech qanday yuvishlar, hech qanday dorilar o't qopidagi toshni erita olmaydi. Siz aldanib qolmang bu narsalarga. Agar buni yo'li bo'lganda men o'sha narsani qilgan bo'lardim-ku, nima qilardim uni operatsion stolga olib, uni jonini qiynab, narkoz bilan uni o't qopini olib tashlash. Undan ko'ra unga 4 ta dorini o'sha giyohni berardim-da, o'sha bemorni davolab olgan bo'lardim. Uni cho'ntagiga ham yaxshi edi, o'ziga ham yaxshi edi, qiynalmasdan. Bilganda butun dunyo shu ishni qilgan bo'lardi. U nima deydi? Aqlsizlik qilib turib uni operatsion stolga olib, uni jonini qiynab o't qopinidagi toshlarni olmagan bo'lar edi. Demakki bu yolg'on. Shu kabi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying.